Ersi kimliğine yaqinlashdi. Soyaskar bir qadam oldinga siljigan edi. Eris qo'li bilan uni to'xtatdi. U minaning qilichi uchiga ko'kragini tekkizib turaverdi. Eris ovoz pasaydi, keyin tavahimali eshitildi. Agar men yolg'iz bo'lganimda, mina hozir bo'lmadi, sening o'zing emas, faqat suyaklaringni qirsillashni eshitayotgan bo'lardi. Iblis bo'lish bu qotil bo'lish degani emas. Men hukmdor edim, chunki menda kuch bor edi. Sen esa kuchsizligingdan menga nafrat sochyapsan. Lili piching bilan voy vuy kichkina xonim buncha shovqin ko'tarmasa, opam seni o'ldirmoqchi bo'lsa bitta nafasining o'zi kifoya edi. Buning o'rniga u seni himoya qilish uchun yangi qiyofada qaytib keldi-ku. Mina qilichini tushirib yerga o'tirib qoldi va yig'lab yuboradi. Menga bunday himoya kerak emas. Men do'st deb bilgan insonimning o'rnida boshliq borligini bilishni xohlamagandim. Sho'risan? Yo'q, sen sho'ri emassan. Sen shunchaki o'sha qiyofaga kirgan maxluqsan. Sili vaziyat yanada yomonlashishidan oldin o'rtaga tushdi. U ham Erisdan qo'rqardi, lekin vaziyatni nazorat qilish kerakligini tushunardi. Silya Erisga qarab, "Meni haq, Eris, sen bizga juda katta sirni yashirib kelding. Endi maktabga, odamlar orasiga qanday qaytmoqchisan? Markus buni bilsa, butun qurollik armiyasi bu yerga keladi." Eris Silyaning ko'zlariga tik qarab, "Markus buni bilmaydi, chunki sizlar aytmaysizlar. Agar aytsangiz, unda men haqiqatan ham iblis hukmdori kabi yo'l tutishimga to'g'ri keladi." Mina ko'z yoshlari bilan o'rmon bag'riga otildi. Uning atrofida daraxtlar shiddat bilan o'tib borar, qalbida esa faqat nafrat va og'riq bor edi. Birdan u nimadir juda sovuq va qattiq narsaga urildi. Boshini ko'targanda uning qarshisida qonli qizil ko'zlari va ulkan qora qanotlari bo'lgan, vujudidan o'lim hidi anqib turgan iblislar hukmdori turardi. Iblislar hukmdori makkarona ohangda, "Qara-ya, kichkina inson bolasi o'z oyog'i bilan ajalining huzuriga kelibdi. Sening ichingda Mabunaning in'omi bor. Uni sug'urib olish vaqti keldi." Iblislar hukmdori qilich bilan zarba bermoqchi edi, lekin shu vaqtda Shiori kelib qoldi. U o'sha tanasiga qaytgan edi va Minani ushlab orqaga tortib oldi. Mina, "Shiorisan, tirikmisan? Bunga ishona olmayman." "Shiori, sen iflos, nima uchun bu yerga kelding? Seni bu hududlarga o'tishingga haqqing yo'q." Iblislar hukmdori Shiori Minaga qaramay, ko'zlarini dushmandan uzmay, "Keyin gaplashamiz, Mina. Hozir orqamda tur va qimirlama." Logika va hukmdor sobiq va hozirgi. Shiori oldinga bir qadam bosdi. Uning atrofida binafsharang aura paydo bo'lib, iblislar hukmdorining bosimini qaytara boshladi. Shiori g'azab bilan, "Sen iflos, nima uchun bu yerga kelding? Men senga bu hududlarga o'tishingga haqqing yo'q deb ogohlantirgan edim." Iblislar hukmdori kulib yubordi. Uning ovozi butun o'rmonni titratdi. "Rostdanmi, logika? Ismingni o'zgartirib, odamlar bilan yashab, o'zingni insonman deb o'ylaysanmi? Sen ham mendeksan-ku. Nima seni bu zaif, qo'rqoq maxluqlar orasiga o'tishga majbur qildi? Sen ularni bir barmog'ing bilan yo'q qila olasan-ku." Shiori sovuqqonlik bilan, "Men bir paytlar iblislar hukmdori edim, to'g'ri, lekin o'sha vaqtda men bo'lmaganimda ma'budlar barcha iblislarni yer yuzidan supurib tashlagan bo'lardi. Men iblislarni saqlab qolish uchun hukmronlik qilganman. Sen esa ularni shunchaki qirg'inga yuboryapsan. Demak, ma'budlarning itiga aylanishni tanladingmi? Ular seni baribir yo'q qilishadi. Logika. Sen ular uchun doim xavf bo'lib qolasan." Urush muqaddimasi Silya Dandevarin ham yetib kelishdi. Ular Shiorining haqiqiy qiyofasidan, uning ro'parasida turgan dahshatli maxluqni ko'rib, joylarida toshdek qotishdi. Rin pichoqlarini chiqarib, "Opa, bu kishi sal oshirib yubormadimi? O'z hududini tashlab, bizning tinchligimizni buzishga qanday jur'at qildi?" Shiori
Rin, meni olib ket. Silya, Dante, maktabga qaytinglar va himoya devorini kuchaytiringlar. Bu yerda hozir iblislar jangi bo'ladi. Iblislar kimlar? Sen iblislarga xiyonat qilding. Bu bilan sen o'lishing kerak. Shuri, men iblislarga xiyonat qilganim yo'q. Shunchaki ularni Mabdal bilan birga ittifoq tuzishga ko'ndirdim. Agar bunday qilmaganimda hamma iblislar o'lgan bo'lardi. Iblislar kimlar? Meni laqillata olmaysan deydi va teleportatsiya orqali g'oyib bo'ladi. Silya, u qayerga ketdi? Shuri, tezroq qirollikka yo'l olinglar, bo'lmasa Medislar armiyasi qirollikni yo'q qilib tashlaydi. Rin, men bilan yur, tezroq, deydi va havoga ko'tarilib uchib ketadi. Uni orqasidan Rin ketadi. Shuri va Rin havoni otilib o'tib, ulkan tezlikda qirollik poytaxti tomon uchib ketishdi. Ularning ortidan jangto'zon ichida qolgan Silya, Dante va Mina nima qilishni bilmay qolishdi. Silya og'zini qo'liga olib, Dante, Mina, tezroq. Shuri va Rin havoni otilib o'tib, ulkan tezlikda qirollik poytaxti tomon uchib ketishdi. Ularning ortidan jangto'zon ichida qolgan Silya, Dante va Mina nima qilishni bilmay qolishdi. Silya o'zini qo'liga olib, Dante va Mina, tezroq maktabga qaytamiz va barcha ritsarlarni oyoqqa turg'izamiz. Shuri, haq, iblislar kimlari poytaxtga eng zaif nuqtaga zarba bermoqchi? Mina hali ham hayratda, lekin ko'zlarida qat'iyat bilan. Shuri-san, yo'q, logika. U bizni yana qutqarishga keldi. Men unga ishonishim kerak. Shuri poytaxtga yetib kelganda manzara dahshatli edi. Shahar darvozalari oldida minglab iblislar armiyasi paydo bo'lgan. Osmonda esa qora ajdaholar va uchuvchi maxluqlar aylana boshlagan edi. Odamlar vahima ichida qochishar, ritsarlar esa bu ulkan kuch qarshisida ojiz qolayotgan edi. Iblislar kimlari? Shaharning markaziy maydonida teleportatsiyadan chiqib baland ovozda: "Yiqilinglar, bugun bu qirollik iblislar qabristoniga aylanadi." Shu payt osmonda binafsha rangli chaqmoq tushib, iblislar hukmlarining to'g'risidagi yerni parchalab tashladi. Shuri va Rin nurlar ichida maydonga tushib kelishdi. Shuri liboslari o'zgarib, sobiq hukmdor logika qiyofasiga kirdi. Qora va binafsha rangli nafis-sovut, ko'zlarida cheksiz qudrat. "To'xta", dedim. "Sen bu shaharga qadam bosib o'limingni imzolading." Rin yerdagi iblislarga qarab pichoqlarini o'ynatdi. "Opa, armiyani menga qo'yib bering. Siz mana bu shohli amakining ta'zirini bering."